Assalomu alaykum azizlar. Bir oz tanaffusdan keyin YouTube kanalimga yana yangi darslar joylashni boshlayapman. Like'lar va izohlar orqali qo'llab turasizlar degan umiddaman. Bugungi mavzuyimiz hozir trend bo'layotgan fasonlardan biri. Bu fasonni Telegram gruppadagilar ham, onlayn kursimdagi o'quvchilarim ham juda ko'p so'rashgan edi. Hammaga manfaatli bo'lishi uchun bu fasonni bichilishini YouTube kanalimga ham joylashni ma'qul deb topdim. Ushbu libosimizni modellashtirishda asos andozadan foydalanamiz. O'zingiz ishlatib keladigan asos andozadan modellashtirib chiqarsangiz bo'ladi. Agar andoza chizishni hali o'rganmagan bo'lsangiz, YouTube kanalimda videosi bor. Qolaversa onlayn bichish kursimda ham asos andoza chizishni batafsil ko'rsatib berganman. Onlayn bichish kursimda birgina asos andoza orqali tikuvchilikda fundamental bo'lgan fasonlarni modellashtirib chiqarishni o'rganib olsangiz bo'ladi. Masalan, reglan bichish qonun qoidalarini o'rganasiz. Asos andoza orqali reglan fasonni chiqarishni, shestikli fasonni ham asos andoza orqali chiqarishni, цельнокроенный rukav, ya'ni yengi o'zidan chiqqan fasonni ham asos andoza orqali modellashtirib chiqarishni o'rganib olasiz. Umumiy darslar soni 30 ta bo'ladi. Darslar doimiyga qoladi. Narxlar esa hamyonbop, atiga 100 ming so'm. Bundan tashqari sizlarni yana Telegram gruppamizga ham taklif qilib qolaman. Gruppamizda a'zolar soni 1900 taga yetib qoldi. Gruppamizda hamma ahil inoq bir-biri bilan opa-singildek bo'lib ketishgan. Bilganlar bilmaganlarga o'rgatishadi, hamma bilgan narsalarni bir-biri bilan o'rtoqlashadi. Xullas, birgalikda rivojlanishda davom etyapmiz. Gruppaga o'tish uchun havolani esa mana shu videoni kommentariyasida qoldiraman. Endi esa fasonimizni bichishni boshlaymiz. Ushbu fasonni modellashtirishda ham asos andozadan foydalanamiz. 50-razmer uchun andoza chizib oldim. Sizlar o'zingizga zarur bo'lgan razmerda o'zingizga zarur razmerlarni qo'yib andoza chizib olasiz. Yoqasini alohida tushuntiraman. Avvaliga ko'ylakni burmali qismini andozadan ajratib olishimiz kerak. Oldi tarafdan boshlaymiz. Fasonimizga ahamiyat bersangiz, ko'krakni biroz pastrog'idan ajratib olingan va etak qismiga burma tushirilgan. Meni andozamda ko'krakgacha bo'lgan uzunlik 27 sm. Undan 2 sm pastga tushib belga qo'yib olaman. Aynan shunday qilishingiz shart emas. Alohida ajratib olinadigan qismini, ya'ni koketka qismini, ko'ylakni xohlagan joyingizdan ajratib olsangiz bo'ladi. Ko'krakni ustidan yoki ko'krakgacha bo'lgan uzunlikdan yoki sal pastroqdan ham chizib, kesib olsangiz bo'ladi. Hozir rasmda ko'rsatilgan fasonda esa taxminan 2 sm cha pastga tushirilgan. Demak, ko'krakgacha bo'lgan uzunlikdan 2 sm pastga tushib belgilab oldim. Endi bu tarafiga avval chiziq chizib olishimiz kerak. Chizig'imizni bu tarafi belgacha bo'lgan uzunlikdan biroz teparoqda turishi kerak. Taxminan 4-5 sm. Hozir 4 sm ni belgilab olaman. Endi nuqtalarimizni birlashtirib biroz avval chiziq chizamiz. Andozani ikkiga ajratib olaman. Ushbu fasonimizda orqa tarafida ham burma tushirilgan. Orqa tarafini ham modellashtiramiz. Oldi tarafida belgacha bo'lgan uzunlikdan 4 sm tepaga ko'targandik, orqasida ham 4 sm ni belgilab olamiz. Bu tarafidan ham 4 sm ni belgilab yana ajratib olishimiz kerak. Ahamiyat berasizlar, bizni orqadagi belvichkamiz kesilib ketdi. Etak qismida burma bo'lganligi uchun belvichkani pastki qismi tikilmaydi, lekin burmadan tepa qismida belvichkasini chizilgan joygacha tiksangiz, ko'ylagingiz yana ham chiroyli chiqadi. Endi andozamizdan foydalanib matoda qanday bichilishini ham ko'rsatib bermoqchiman. Mato o'rniga bichib ko'rsatish uchun frezelindan foydalanaman. Oldiniga ko'ylagimizning etak qismini zborka uchun qismlarga ajratib kesib olamiz.
taxminan 5 santimetrdan belgilab ajratib olishimiz kerak. Adashib ketmaslik uchun bo'laklarimizni raqamlab chiqamiz. Endi kesib chiqaman. Endi ko'ylagimizni bo'y uzunligini belgilab olamiz. Masalan 90 cm. 5 cm qo'shib 95 cm ni belgilab olaman. Matoni buklov qismiga oldi tarafini qo'yasiz. E'tibor bering, men yoqasini shunchaki chizib qo'yganman, andozaga asoslangan holda, lekin kesib olmaganman. Sizlarda ham yoqasi mana shu holatda, kesilmagan holatda bo'lishi kerak. Buklov tarafiga oldi qismini qo'yib bostirib chizib olaman andozamni. Vichkasini ham chizamiz. Ko'krak vichkasini tikish kerak, yana ham chiroyli chiqadi. Endi esa etak qismini kengligini aniqlab olamiz. 50-razmer uchun buklovda 35-40 bo'lsa yetadi. 40 cm ni belgilab olaman etak qismi uchun. Etak kengligi andozamizni taxlab chiqamiz. Orasini 3-5 cm ochib taxlab chiqamiz. Hozir mana 4 cm ni belgilayapman. Kesib olgan paytingizda mana shu oralikda chok haqi qolishi kerak. Andozaga o'xshatib bel chiqazmaymiz, shunchaki to'g'rilab chizib olamiz. Etak bilan birlashtirib oldim. Oldi tarafiga o'xshatib, orqasini ham bichib olamiz. Meni frezerinim ensiz bo'lganligi uchun orqasini ham buklovda chizib ko'rsataman. Orqa tarafini ham buklovda bichish kerak. Chok tushmasligi kerak. Orqaga bo'y uzunligini belgilab olamiz. Mana 95 cm. Andozani teskari chiqib aylantirib bostirib olaman. Orqasi odatdagidek bo'ladi. Yoqasi tepa qismini chizib oldim. Etak qismiga ham chok haqiga qoldirib oralig'ida etak kengligini belgilaymiz. Oldida 40 cm qilgandik etagini, orqasida 35-37 cm qilsak bo'ladi. 37 ni belgilab shunchaki to'g'ri chiziq qilib zborka uchun qo'shgan holatda kesib olamiz. Oraliqdagi qolgan joyi chok haqiga bo'ladi, o'rtasidan kesib olasizlar. Orqasi oddiy, beldan burmali ko'ylaklarga o'xshatib bichiladi. Endi orqa va oldini chizib, bichib olganingizdan keyin oldi tarafini, yoqasini обработка qilishimiz kerak. Hozir shuni ham tushuntirib o'taman. Tushunarli bo'lishi uchun frezerinni xuddi ko'ylakni bichgandek qilib kesib olaman. Andozaga chok haqi qo'shilmagan, shuning uchun chok haqiga qoldirgan holatda kesamiz. Proymadan chok haqiga qoldirilmaydi.
etak qismiga zborka terib, tepa qismiga biriktirib tikasiz. Endi yoqasini ko'rib chiqamiz. Bu fasonda yoqasini tikish juda ham oson. Sentrdan boshlab yon tomonga 7-8 santimetrni belgilab olamiz. Hozir 7 santimetrga yoqa ochilishini belgilab oldim. Pastga qarab, razmerga, mijozni xohishiga qarab 14, 15, 18 santimetrgacha ochsak bo'ladi. Hozir 16 santimetrni belgilab olaman pastga. Hozir men kesib ko'rsatmoqchiman, lekin sizlar avval yoqani обработка qilib, keyin kessangiz oson bo'ladi. Mana shu tarzda osongina bichiladi. Yoqamizni обработка qilish uchun bu tarafiga однотонный matoga, aptachka uchun однотонный matoga frezilin yoki dublering yopishtirib olib, oldiniga yoqa ochiqligini chizib tikib olasiz. Undan keyin kessangiz ishingiz ancha oson bo'ladi. Yoqasini qanday bichilishini tushunib oldingiz. Mana juda ham oson. Endi ko'pchilik yengiga qiynalishyapti. Bu fasonni yengini chiqarishni. Hozir yengini ham bichib ko'rsataman. Yengini bichish uchun yengni uzun kaltaligiga qarab 40 ga 40, 45 ga 45 yoki 50 ga 50 qilib mato kusog'ini ajratib olishimiz kerak. Hozir men frezilingda 50 ga 50 qilib kesib oldim. Sizlar ikki qavat matoda birdaniga bichasizlar. Yengni ikkalasi bir xilda bichilishi uchun. Demak, hozir 50 ga 50 qilib frezilingni kesib oldim. Buni 4 qavat qilib buklaymiz. To'rtga buklab oldim. Markazdan boshlab o'lchab ko'ramiz. Mana menda 25 santimetr chiqdi. Mana shu 25 santimetrni aylana qilib chizib chiqamiz. Endi aylanamizni kesib olamiz. Bu yeng kapalak yeng deb ataladi. Ancha oldin urf bo'lgan, hozir yana urfga kiryapti. Markazimizni bor bilan belgilab qo'yaman. Aylanamizni ochib 4 qismga bo'lib chizib olishimiz kerak. Mana bizni markazimiz. Endi buni proymaga tikiladigan o'yindisini topish uchun proymani o'lchab ko'ramiz. Hozir men matoda bichmayapman, shuning uchun qo'ltiq o'yindisini andozada o'lchab ko'raman. Sizlar tikayotgan, deyarli tayyor bo'lib qolgan ko'ylagingizni qo'ltiq o'yindisini aylantirgan holda o'lchab olasizlar. 51 santimetr chiqdi. Andoza bilan modellashtirib bichganda andozadagi qo'ltiq o'yindisi bilan tikayotgan ko'ylagingizni qo'ltiq o'yindisi bir xilda chiqadi. Shuning uchun andozani o'lchab ko'rsatdim. Qo'ltiq o'yindisi menda 51 santimetr chiqdi. Endi e'tibor berasizlar. O'lchab olgan 51 santimetrimizni 6 ga bo'lamiz. Agar yengiga ozgina zborka tushirishni xohlasak, 6,5 ga bo'lamiz. Hozir men 6 ga bo'lib olaman, ya'ni 51 ni 6 ga bo'lamiz. 51 ni 6 ga bo'lganimizda 8,5 chiqdi. Hisoblab chiqarilgan 8,5 ni markazdan boshlab belgilab olamiz. Mana 8,5 santimetr.
Bu tarafiga ham 8,5. Bu tarafiga ham 8,5. Hamma joyiga 8,5 ni belgilab chiqaman. Bunaqasiga ham aylanamiz. Tekis holatda chiqishi kerak. 8,5. Endi aylanamizni chizib olamiz. Bu radiusini, ya'ni biz proymani radiusini hisoblab chiqazdik. Endi mana shu aylanamizni kesib olamiz. Mana bizni kapalak yengimiz tayyor. Mana shu yengimizni o'yindisi bizni ko'ylagimizni proymasini o'yindisi bilan bir xilda chiqadi. Agar buni 6 ga emas 6,5 ga bo'lsangiz, ozgina yelkasiga pasatka tushirsangiz ham bo'ladi. Endi esa proymamiz bilan yengimizni tekshirib ko'ramiz. Yengimizni bu tarafi yelkasiga tikilishi kerak. Mana shu ingichka tarafi yengni pastki qismi hisoblanadi. Yengni pastiga choq tushirish shart emas. Bir-biriga mos kelayapti. Mana bizni kapalak yengimiz ham tayyor. Tikilganda xuddi rasmdagidek chiqadi. O'ylaymanki darsim tushunarli bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, Telegram orqali murojaat qiling.